Bir necha daqiqalar oldin Kayrat hamda Real Madrid jamoalari o'rtasidagi bahs nihoyasiga yetdi va ushbu bahs 0-5 hisobidagi Real Madrid klubining yirik g'alabasi bilan yakunlandi. Va bilmadim do'stlarim, ochig'i ushbu videorolikni tayyorlab, ham o'zimning vaqtimni ketkazib, ham sizlarning vaqtingizni ketkazib, to'g'ri ish qilyapmanmi yoki yo'qmi, ochig'i bilmadim va hayronman. Chunki bilmadim do'stlarim, bunday katta farqli jamoalarning to'qnashuvi haqida gaplashish bu mantiqqa to'g'ri keladimi yoki yo'q. Chunki bahs boshlanishidan oldin ham Real Madrid klubining favorit ekanligini bukmekerlar juda ham katta raqamlar bilan farqlab bergan edilar. Lekin shunday bo'lsa-da, qo'shnilarimizga va qardosh xalqimiz Qozog'iston fuqarolari va qozog'istonliklar uchun ushbu videorolikni tayyorlashga qaror qilgandim. Chunki bizning kanalimizda ham Qozog'istonda istiqomat qiluvchi va qozoq millatiga mansub bo'lgan ko'plab aka-ukalarimiz bor. Mayli, keling. 5-6 daqiqa vaqtimizni ajratib ushbu bahs haqida ham gaplashib qolaylik. Chunki bizning atrofimizdagi jamoalarimiz har doim ham Real Madrid darajasidagi jamoalarga qarshi o'ynayvermaydi-ku, shunday emasmi? Ha do'stlarim, futbol bahslariga pul tikishni xush ko'ruvchilar bor va bunday turdagi insonlar jamoalarning favorit yoki outsider ekanliklarini belgilab berishadi. Ha, bu hayratlanarli eshitilishi mumkin, lekin bu haqiqat. Erta tongda ushbu bahsga berilayotgan prognozlarni birin-ketin ko'zdan kechirayotgan vaqtimda ham hayron qolgandim. Chunki Real Madridning ushbu bahsda mag'lub bo'lishi yoki durang natija qayd etishi bukmekerlarning fikriga ko'ra mumkin emas edi. Nafaqat durang o'ynashi yoki mag'lub bo'lishi, balkim kichik hisobda g'alaba qozonishi ham. Lekin shunday bo'lsa-da, ushbu bahsni katta qiziqish bilan kutdik va to'g'ridan to'g'ri efir vaqtida tomosha qildik ham. Bizning Telegram kanalda albatta. Ha, joyi kelganda aytib o'tib ketay, ushbu videorolikning kommentariyasida Telegram kanalimizning manzili bo'ladi. O'sha manzil orqali o'tib Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunga o'xshash bahslarni to'g'ridan to'g'ri jonli efir vaqtida bizning Telegram kanalda kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mana fursatdan foydalanib reklamani ham qilib oldik. Endi esa bahs haqida. Ha do'stlarim, ushbu bahs boshlangan vaqtda 10 daqiqaga bo'lsa-da bukmekerlarning fikri xato ekan deya o'ylashga ulgurdik. Chunki Kayrat klubining dastlabki 10 daqiqa davomida ko'rsatgan o'yiniga e'tibor bering. Hujum ketidan hujum, pressing va yana hujum va xavfli vaziyatlar. Va hattoki do'stlarim 10 daqiqa ichida Kayratda gol urish uchun 2 marotaba imkoniyat ham bo'ldi, lekin ular ushbu imkoniyatlarni ko'kka sovurdilar. Bu esa tabiiy hol, chunki bunday darajadagi hujumchilardan gol kutish bilmadim va yana bir bor bilmadim. Qisqacha qilib aytganda, yaratilgan vaziyatlarni gol bilan yakunlash uchun ularda mahorat yetishmadi. Bahsning statistikasiga ham e'tibor bersangiz, darvoza tomon ular 11 marotaba zarba berdilar. Mana shu 11 ta zarbadan 4 tasi aniq ham borgan. Va bularning katta qismi aynan mana shu bahsning dastlabki 10 daqiqasining ichida bo'lib o'tdi. 10 daqiqadan keyin esa ular butkul yo'qoldilar va maydonda faqatgina Real Madrid futbolchilari futbol o'ynadilar. Va do'stlarim, hattoki e'tibor bering, Kylian Mbappe ham faqatgina 25-daqiqaga kelibgina penaltidan gol kirita oldi xolos. Ha, Real Madrid hisobni penaltidan ocha oldi xolos. Yosh va iqtidorli darvozabon Serxan Kalmirza, ya'ni o'zbek tilida aytganda Xolmirza Mastankanoga qarshi, agar ismini to'g'ri talaffuz qilayotgan bo'lsam, Franco Mastankanoga qarshi qo'pollik ishlatdi va penalti olib keldi o'z jamoasiga qarshi va o'zi qo'riqlayotgan darvozaga qarshi. Va ushbu penaltini Kylian Mbappe maromiga yetkazib bajardi va barcha sarguzasht aynan mana shundan keyin boshlanib ketdi. Kylian Mbappe penaltini bexato bajardi. Keyin esa ikkinchi bo'limning 52-daqiqasida yana Kylian Mbappe katta sahnaga chiqdi, dubl. Va Kylian Mbappening ushbu dubldan keyin o'ziga bo'lgan ishonchi yanada ortdi va daqiqasi aniq esimda yo'q. Kayrat ham penalti ishlashga muvaffaq bo'ldi. Yo'q do'stlarim, kechirasizlar, o'sha vaziyat
Mastankano emas, adashmasam Dani Sebales penalti ishlagandi. Aniq esimda yo'q. Agar adashayotgan bo'lsam, to'g'rilab ketarsiz kommentariyada. Mayli, bu muhim emas do'stlarim. Muhimi boshqa narsa. Ya'ni Real Madrid darvozasi tomon belgilangan penalti. Daqiqasi aniq esimda yo'q. O'sha vaziyatda Dani Sebales raqib hujumchisi Gromiko Valeriga nisbatan qo'pollik ishlatdi va hakam penalti bor deya 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. Keyin esa VARni tomosha qilganidan keyin penalti yo'q deya qaror qabul qildi va bu vaziyatda menimcha tortishib o'tirishimizga hojat yo'q edi. Bu vaziyatda Valeri biroz aktyorlik qilib yuborgan bo'lib chiqdi. Penalti ham yo'q, hisob qisqarishi ham bo'lmadi. Keyin esa o'zingizdan qolar gap yo'q. 73-daqiqada Kylian Mbappe hat-trick, 83-daqiqada Kavaminga hisob 0-4. Hakam tomonidan qo'shib berilgan 3-ya'ni 93-daqiqa o'tib borayotganida esa Brahim Diaz hisobni 5-0 ga, aniqrog'i 0-5 ga yetkazdi-yu qo'ydi. Yakuniy hisob esa 0-5 Real Madrid klubining qaqshatqich g'alabasi. Ha do'stlarim, ketma-ket 2 turdan beri qo'shnilarimiz, ya'ni qardosh xalqimiz qozog'istonliklar g'alabaga erisha olmayaptilar. Birinchi turda ham ular Lissabonning Sporting klubiga 4-1 hisobida imkoniyatni boy bergandilar. Ikkinchi bahs esa 5-0, to'plar nisbati esa 9-1. Lekin qayg'urishga hojat yo'q do'stlarim, chunki qo'shnilarimiz tarixida ilk bor Chempionlar Ligasida o'ynab turibdi. Tajriba yo'q, tajribasizlik va his-hayajon degan narsalar. Bu mag'lubiyatlar esa umid qilamizki, ularning kelgusidagi faoliyatlari uchun katta tajriba vazifasini o'tab bera oladi va ular keyingi bahslarda yoki keyingi musobaqalarda o'zlarining bor kuchini namoyish eta oladilar. Hozircha esa Real Madrid klubini yirik g'alaba bilan tabriklaymiz va Kylian Mbappening personal muxlislarini ham hat-trick bilan tabriklaymiz. Bu ketishda hoynahoy Kylian Mbappe ushbu mavsumda Cristiano Ronaldoning Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasida bir mavsumda eng ko'p gol urish maqomidagi rekordini tortib oladi ham shekilli. Chunki adashmasam hozirning o'zida, ya'ni ikkinchi turning o'zida uning hisobida 5 ta gol bor va ushbu tempda u davom etadigan bo'lsa Ronaldoning bir mavsumda 17 ta, adashmasam 17 ta edi. 17 ta gollik rekordini tortib ola oladi. Albatta buning uchun yana bir bor takrorlab o'taman, Real Madrid klubi finalgacha yetib borishi kerak bo'ladi. Mayli do'stlarim, yana bir bor xayrlashuv oldidan Real Madrid klubini tabriklaymiz. Kayrat klubi muxlislariga esa sabr va toqatlar, chunki ushbu sabr-toqat kelajakda sizlarning foydangizga albatta xizmat qiladi. Do'stlarim, futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.